Xo'p. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda yana CSS fayl ochib olamiz. Faylimiz nomi masalan bugungi narsamiz shapes bo'ladi. Xo'p, hech narsa nomi yo'q, mana bo'sh fayl. Untitled ochaman. Xo'p, biz har safar qilayotgan ishni bugun yana takrorlaymiz. Untitled turibdi. Bunga men birinchi index.html ochaman. Index.html. Va biz endi CSS qo'shamiz. Bu narsa nomi style.css. Ko'rdinglar? Index.html bor, style.html bor. Endi bizning veb-saytimizdagi sahifalar soni 2 ta. Index.html ni ochaman, shift 1 ni bosaman, enter. Endi qaranglar, biz bitta qiladigan ishimiz bor. Mana bu title degan qism bor, ko'rdinglar? Mana shu title ni pastga bitta tushaman. Tushib, men link deb yozaman. Yozib, mana pastga qarasam, link mana CSS turibdi, ko'rdinglar? Bizga bir marta bosib qo'yamiz. Endi mana bu index.html faylim qaysi stilga ulanibdi papkaga? style.css ga ulanib turibdi. Xo'p, buni ishlatish uchun nima qilamiz? Xo'p, kellar h1 yozib ko'raman. h1 hello world deyman. Endi hello world ni shunchalik ochib qo'yaman. Shunchaki ochaman. Xo'p, mana hello world ochiq turibdi. Xo'p, men endi style'ga o'taman. Style CSS. Xo'p, style'lar bizda ikkita ko'rinishda yoziladi. Xo'p, agar men mana bu h1 ni ichiga style deb yozadigan bo'lsam, bu inner CSS, ya'ni ichki CSS. Har bitta mana bu h1 uchun men ichiga yozib chiqishim kerak. Masalan, yozaman. Style, mana font style italic, yonboshlagan. Ko'rdingizmi? Mana xuddi shunaqa. Endi men agar nechta h1 bo'lsa, shuncha marta style yozib chiqishim kerak bunda. Bu narsaning qiyinchiligi shu. Zo'r tarafi mana shunga yozgan narsangiz boshqasida bo'lmaydi, faqat shu uchun bo'ladi. Bizda ikkinchi usul bor, mana bu linkni tagiga head qismini ichiga style ochaman. Nima yozaman? h1 ga deyman. Mana bu gulli qavs bor, bilasizlarmi mana bunaqa qavsni? Bu narsa gulli qavs ochamizda h1 deymanda yozaman. Font family sans serif degan stilimiz bor. Bu yoqqa o'taman. Qarasam mana nima bo'lib qoldi? Boshqacha bo'lib qoldi. Bu narsa bizda endi ikkinchi CSS yoziladi. Agar menda masalan olma.html degan papka bo'lsa, mana bu index.html ichida yozgan mana bu style'im ishlamaydi. Endi men mana shu h1 ni olaman-da. Bundan o'chiraman. Style'ga o'taman. O'tib mana Ctrl V qilaman. Xo'p. Nima bo'ldi? H1 nima yo'qqa o'taman. O'zgardimi? Yo'q. Nima yana qo'shaman? Font color. Xo'p, oddiygina color yozaman. Color qanaqa rang bo'lsin? Blue bo'lsin. O'zgardimi? Endi men mana olma HTML ga o'taman-da. Shift 1 doctype. Mana yozaman H1 bolajon, bolajon deyman. Xo'p, indeksga o'tib bu bolajonga nav qo'shib qo'yaman, bitta anchor qo'shaman. A yozaman. Tochka slash alaykum assalom. Olma deyman-da, mana olma deb yozib qo'yaman. Olma. Xo'p, o'taman. Olmaga bitta bossam, mana bolajon. Batta ishlamadi. Nimaga ishlamadi? Nimaga stillarim ishlamadi batta? CSS qo'shmadim. Endi olmaga o'taman-da, link ulayman. Link CSS bu bolajon. Ko'rdinglar? Men mana bunga hech narsa yozmayapman, lekin bitta yozgan CSS'im hammaga ishlayapti. Bu zo'r taraf. Yaqinda endi yana xudo xolasa JavaScript o'tganimizda o'sha HTML ham yozadigan ketasiz. O'sha HTML ham yozilmaydi. Hozir masalan men React kod yozsam, HTML faqat kam yozaman. Har bittasi alohida. Bir marta HTML yozaman, xohlaganimcha chaqirishlatiraman. Xuddi CSS ga o'xshab. Endi bu CSS yozilish usuli. Xo'p, mana bu narsa yozilgan CSS'im nomi, CSSni taglar uchun CSS yozyapman. Bu tag, oddiy taglar nomini yozaman. Men agar men yana tag qo'shmoqchiman, H1 dedim. Endi men P degan tagimiz ham bor, to'g'rimi? P ga ham burilib mana shu stil ketaversin deyman-da, olmaga yozaman.
bolajonga padding yozaman-da. Ular ham bir 14 ta so'z yozib olsin. Ko'rdinglar? Endi agar virgul bo'lib, oddiy virgul bo'lib qo'yib ketsam ham ishlayverar ekan bu. Ko'rdinglar? Aytaman. Aga ham ishlayversin bu, deyman. Ko'rdinglar? Aga ham ishlayverar ekan. Zo'r tarafmi? Men bitta yozyapman-da, stil yozyapman. Menda qaranglar, zo'r tarafimni yonga olib borasizlar-da, bunday qilib qo'ya olsak ikkita bo'ladi. Mana nima yozdim? Mana H1 yozyapman, A yozyapman, mana H1 ga ham A ga ham bitta kod yozyapman. Bu yoqda hech narsa yozmayapman. Oson tarafmi yo qiyinmi? Oson, a? Xuddi shunaqa qilib ishlatib ketaveramiz. Bu yog'iga xuddi shunaqa kod yoziladi. Ikkita qilib olasizlar oynani, mana ikkita oyna. Bu yog'iga kod yozsangiz, bu yog'iga stilni yozib ketaverasiz. Bu narsa oddiy stylelar uchun bo'ldi. Endi bizda klass degan narsa bor. Klass nima? Men mana shu tekka nom beraman. Hozir bu tekning nomi A. Men aytaman, seni noming link degan tek. Endi makka aytaman. Agar bunaqa klass berilgan stillarga biz nuqta bilan ishlatamiz. Nuqta link link dedim. Xo'p, endi text decoration none beraman. Olmatayda nima bo'lib qoldi? Chizig'i yo'qolib qoldi. Ya'ni men mana bunaqa usulni ham berishim mumkin bo'ladi. Endi bizda klass bor. Klass bu xohlaganimcha ishlatsam bo'ladigan sinf. Men sinf ochib olaman, nom yaratib olaman bitta klass, o'sha klassga xohlaganimcha ishlatib ketishim mumkin. Xohlasam 10 ta klass bo'ladi, xohlasam 20 ta klass bo'ladi. Buni zo'r tarafi nimada? Men mana bu A ni yozyapman-ku. A ni yozdim. Agar men A dan tashqari 10 ta A yozdim, har bittasiga alohida stil bermoqchiman. Birinchisini rangi ko'k, ikkinchisini sariq, uchinchisini qizil qilmoqchiman. Klass beraman. Mana bu link 1, link 2, link 3, link 4. Agar mana bunaqa H1 ni A ga o'xshatib bitta tek bera oladigan bo'lsam, hammasini rangi bir xil bo'ladi. Tushunasizmi? Sen yo dedi, men mana bunga bo'ysunaman, seniki menga kerak emas dedi, bizlar aytadi. O'shaning uchun ham klass. Endi klasslar xohlagancha bo'lishi mumkin. Bitta bo'lishi mumkin, 100 ta bo'lishi mumkin. Ishlatamiz. Endi faqat bir martagina ishlatilgan narsa bor. Bu narsaning nomi ID deyiladi. Agar men ID beradigan bo'lsam, ID endi boshqacharoq. ID ni men mana bunaqa narsa bilan ishlataman. Bu narsa ID'lar bilan ishlatiladi. Xo'p, ID'lar bilan ishlatiladi. Mana o'sha olmaymiz ishlab turibdi. Qaranglar, ID shunaqangi narsaki, bu veb saytimizda faqat bitta bo'ladi. Xuddi H1 ishlatdik-ku. H1 bitta bo'lgandek, mana bu ID dagi nom ham bitta bo'ladi. ID ishlataverasiz. ID xohlagancha ishlataverasiz, faqat ichidagi nom bitta bo'ladi. Tushunyapsizlar? Nimaga? Endi klass farqi yo'q. Klass bu sinf. Mana bitta sinfda 10 ta Abdulloh ham bo'lishi mumkin, bitta Abdulloh ham bo'lishi mumkin. 10 ta Muhammad Yusuf ham bo'lishi mumkin, bitta bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Xuddi shunaqa qilib biz klass bilan ID ni ishlatib ketamiz. Tushundinglar? Klass ID mana bu uchilasini kodlarni berish yo'lini. Xo'p, endi men bu yoqda CSS style yozaman, bu yoqda CSS yozib ketaveraman. Birgalikda ikkalasini ulab ketaveramiz. Xo'p, bu oson taraf, xuddi shunaqa qilib ishlatamiz. Keling endi bitta board div yozayman. Div. Divni ichiga yozuv yozaman. Masalan, matematika degan yozuv yozaman. Xo'p, endi divga klass beraman. Klassim nomi matem degan klass beraman. Sizlar ham shunday deysizlar, matematikani matem. Xo'p, biz shunaqa turdik. Tochka qo'yaman-da, matem deb yozaman. Matematika bosildi. Endi matematikaga link beraman. Xo'p, seni border radiusing 10 piksel. Border coloring brown. Qaranglar, hozir hech narsa yo'q. Bordering o'zi xo'p 2 piksel. Xo'p, nimaga?
Вот так. Ko'rdinglarmi mana nima bo'ldi? Kattagina berildi. Xo'p, divimiz bor, brown ekan bu. Endi yozaman. Seni uzunliging 200 piksel. Hep mana 200 piksel bo'ldi. Xo'p, endi seni width'ing ham 200 piksel. Text aligning center. O'rtaga tursin. Matematika. Justify content'ing ham center. Xo'p, nega boshlamadi? Yozaman displaying flex. Display flex, justify content center, align items center. Вот так mana matematika. Endi bunga border color berdik. Mana bittasi yetadi. Buni o'chirib tashlayman. Border radius bor. Bunga background color beraman. Mana buni ham tepaga chiqarib qo'ysam. Xo'p, mana bu uchalasi doimiy beriladigan narsa. Endi bunga background color beraman. BG color. Background coloring qanaqa bo'lsin background colori? Chocolate bo'lsin. Вот так. Endi coloring deyman. Oddiy coloring white bo'lsin. Oq bo'lsin. Вот так. Ko'rdinglar? Men to'rtburchak yasab qo'ydim. To'rtburchak ham dumaloq to'rtburchakroq. Endi mana shuni 100% dumaloq ham qilish mumkin. Mana bu border radiusini 200 piksel qilsam dumaloq bo'lib qoladi. Ko'rdinglar? Xuddi shunaqa qilib biz shakllarni berishimiz mumkin. Border berishimiz mumkin, border radius berishimiz mumkin. Endi men nima qilaman? Mana shu matematika degan so'z bor, mana matem. Shunday olamanda tushiraman. Endi ikkinchi matematikam nomi mana ona tili bo'lsin. Lekin klassi matem.